Hormanglar endi obunachilar, aka-ukalar, ayollar ham kuzatishadi, opa-singillar. Yaxshimisizlar? Bugun xudo xolasa 26 gradus issiq. Kecha payt 19-18 gradus issiq bo'lgan. Xudo xolasa bahor ham kelyapti. Qurilishlar mana har xil bo'lib ko'rinish beryapti. Bir ajoyib mavzular mana. Instagramda ham profil bor, YouTube, Telegram, Facebook hammasida bor. Bir xil narsa qo'yamiz hamma yoqqa. Lekin Instagramga nisbatan YouTube'da bunday o'ylab qarasam, YouTube'da odamlar o'tirayotgan deb o'ylayapman-da. Aksariyat. Masalan, hamma kommentariyaga javob beraman, o'zim beraman. Yoqmaganini sirasi blok qilaman, o'chirib yuboraman. Lekin YouTube'da aksariyat deb fikrlaydigan, gapni tushunadigan odamlar o'tirayotgan. Instagramda ham bor, lekin Instagramda protsentura sal ozroq, tushunuvchi insonlar qatlami ozroq. Instagramda xo'p, tushunadigan odamlar 70%, 30% umuman gap tushunmaydiganlar. YouTube'da 90 ga o'nagan. Menga YouTube yoqyapti, lekin YouTube'ga ketib qolamanmi? Sog' bo'ling.